أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu'ninki güzel ahlaklardan bir kısmını yüzümüzge qandaq amelileştirmez, özleştirmez degan muş mavzu haqqida to'xtalmoqchi. Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu hammamiz bilgandek eng başta Peygamber aleyhisselamga iman keltirgan sahabalarning biri. Peygamber aleyhisselamga iman keltirgandan keyin bu kishi o'zining shundaq güzel axloqi bilan tunilgan bo'lg'achqa keyingi vaqtda cennet bilan bisharat berilgan kat sahabininki 5-6'sininki musulmon bo'lishiga sababchi bo'lgan kishi. Bu kishi musulmon bo'lib ma'lum vaqtdan keyin Makka mushriklarininkki musulmonlarga qilgan zulmi oshgan sira Payg'ambar alayhissalom sahabalarni Habistonga hijrat qilishga buyurgan. Bu buyruqdan keyin Abu Bakr Siddiqmo Memmo Mekke'den hicret qilib ketay deb Mekke'den chiqib ketgan. Mekke'den chiqib ma'lum masofani bosgandan keyin Abu Bakr Siddiqqa Ibn Dag'ida degan bir odam, bu odam bo'lsa shu vaqtning o'zida mushrik Qara qabilasininki xo'jayin edi. Bu kishi uchrashib qolgan. Uchrashib Abu Bakr Siddiqdan nega mangla deb so'ragandan keyin Abu Bakr Siddiq men jutumga patmadim, Mekke'ga patmadim, hozir Habiston tarafga hijrat qilib mangdim degandan keyin bu kishi qopab sildak odamni chiqarib etsak bo'lmaydi. Sildak odam o'zimi chiqib ketmaslik kerak va shundaqla jut xalqimi sildak odamni chiqarib etsa bo'lmaydi deb mushunaq degan. Ondan bu nima uchun chiqarib etsa bo'lmaydi degan mush savol qarta bu odam Abu Bakr Siddiqninki fazilati, güzel ahlakını bayan qilib, nima degan desa, birinci bo'lib innaka latasilur rahim. Ikkinchi bo'lib va tahmilul kal. Uchinchisi va tuksibul ma'dum. To'rtinchisi va taqrid dayf. Beshinchisi va tu'inu ala nawaibil haq deb javob bergan. Yani sili bo'lsa birinci bo'lib sildagi güzel ahlakning eng birincisi urug' tuqqanlarning hammasi bilan sizni shunday yaxshi o'tirgan. Urug' tuqqanlar bilan munosabatni mustahkam bog'laydigan odam. Ikkinchi bo'lib sili bo'lsa o'zininki mol-mulkidan ayrilgan yoki tan sog'lomligidan ayrilgan ehtiyojli kishilarga alohida yordam qildigan. Ehtiyojli kishilarningki holidan xabar oldigan odam. Uchinchisi sili bo'lsa pul topolmaganlarga, ma'dum degan o'zining binasini yo'qitib qo'yganlarga, yo'qitib qo'ygan narsani tepirdigan, shuningga yordam qildigan odam. Yana bir sifatlari bo'lsa, alohida mehmondo'st. Uylarga mehmon kelib qolsa, alohida yaxshi kutib ollar, u mehmonni rozi bo'lg'idek yaxshi mehmon qillar. Beshinchisi bo'lsa, sizlar musibat uchragan, ma'lum xafalık uchragan kishilarningki haqqini apirishga alohida yordam qillar deb mush sifatlarni bayon qilgan. Demak bu yuqoridagi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu'ninki go'zal sifatlari ekan. Mana mush sifatlarning o'zi bilan Xadija onamiz Payg'ambar alayhissalomga vahiy kelgandan keyin Rasululloh nayt ansirab, qo'rqib ketib, uyga qaytgan vaqtda Payg'ambar alayhissalomni sifatlagan sifatlarning o'zi. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tepildigan go'zal axloqning o'zi Abu Bakr Siddiqdan shu tepilgan. Buningdan nimani qanday foydani olamiz desa, demak Rasulullohning go'zal sifatlarini biz ummati bo'lib sifatimiz bilan o'zimizda tepilishqa tirishayli, Rasulullohning go'zal sifatlarini o'rganayli desak-chi, albatta o'rganaylik ekanmiz. Chunki Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu musulmon bo'lmagan vaqtdami kishilar qatida mushundaq go'zal sifat bilan tunilgan. Mushriklarmi bu fazilatni bilib, shuning bilan Abu Bakr Siddiq hijrat qilib mangan vaqtda
chiqmag'in sen. Sildek adam chiqib ketsa bo'lmaydi bu yurtdan deb to'sab qolgan. Buningdan mushundaq jamiyatga ta'sir ko'rsatgan, jamiyatda güzel, yaxshi nom bor kishilarningki jamiyatni qilib qilishning zarurligi. Bu jamiyatda ma'lum xatolik, ma'lum zulm bo'lsa-mu, sabr qilib qilib qilishning zarurligi chiqadi qarindoshlar. Demak, bu yuqoridagi axloqdan biz bugungi hayotimizda, muhojiratdagi bugungi hayotimizda qanday foydalanamiz desa, birinchi bo'lib bizning nurg'unlarimizning Turkiyada bo'lsin yoki har qaysi davlatlarda bo'lsin urug' tuqqanlarimiz bor. Bular bilan bo'lgan munosabatga alohida ko'ngil bo'lishimiz kerak. Urug' tuqqanlar bilan ma'lum fikriy tarafdan ziddiyatlashib qolish yoki iqtisodiy tarafdan ziddiyatlashib qolganlik sabab bilan munosabatni uzib, yiroqlashib yashashning o'zi bu shariat alohida cheklagan, Payg'ambar alayhissalom hadis sharifda cheklagan, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda cheklagan cho'ng gunohlarning biri. Cho'ng gunohlarning biri urug' tuqqanlar bilan munosabatni uzish. Shuning uchun urug' tuqqanlarimiz bo'lsa, bular bilan go'zal, yaxshi munosabatni saqlashga ko'ngil bo'lishimiz kerak. Ikkinchi bo'lib, biz bugungi hayotimizda nurg'un ojiz kishilar bor. Qandaq ojiz? Vatandan ayrilish sababi bilan nurg'un uşaq ballı bor. Ota-onasidan ayrilib qolgan, ota-onasi vatanda qilib qolgan. Yoki nurg'un ayollar bor. Eri vatanda qilib qolgan, o'zi mushada. Mushundaq ota-onasi vatanda qilib qolgan yoki erlari vatanda qilib qolib mushada yashayotgan ayollarga, bolalarga yardım berish, bularninki ma'lum bo'lsin ehtiyojlarini chiqish qudratimizning yetishicha bularninki japa mushaqqatda g'am qayg'uda qilib qilishninki oldini olish har bir Uyg'ur musulmonninki bugungi vaziyatdagi burchi, mas'uliyati. Hammamiz bilamiz, vatan bilan hech qaysimiz aloqa qilinmayapmiz. Aloqa qilinmagandan keyin bu qizlarimiz, bu yigitlarimiz shundaq japada qolgan ahvol bu Turkiyaning sharoitida bor. Va boshqalar yayildimi? Yo'q emas. Üçüncü olab bu yerda tijorat qilish sababi bilan ziyon tortib ketgan yoki pullarini qo'ymurchiga qo'yilib ketgan nurg'un yaxshi kishilar bor. Bu kishilarni sen tijorat qilib qo'yilib ketibdi ekansan-go, beparvoliging iqtisoddan ayrilibsan-go deb tashib etmay, balki bu odamning cho haqqini berishga alohida hammamiz ilmiy fatvo verish orqali bo'lsin, yoki ma'lum munosabatlar bilan bo'lsin, yoki nasihat qilish orqali haqqini berishga, zulm qilinganlarningki, iqtisodiy bulanganlarning haqqini berishga har bir musulmon alohida kuch chiqarish kerak, tirishchanlik qilish kerak. Yana birsi nurg'un kishilar bu yerda uydan qijilyapti. Uy yo'q. Uyga ijara beray desa, yanjoqda pul yo'q. Mushundaq odamlar agar sharoitimiz bo'lsa, imkoniyatimiz bo'lsa, ma'lum mezgil uylarimizda bulancho mehmon qilib kutib turish. Bir sharoiti yaxshilang'ichilik, uy ijarasi bagidak mushunda bir kuch qudratga ega bo'g'ichilik cho, mushundaq japada qolgan qarindoshlarimizninki holdan xabar olishga alohida ko'ngil bo'lishimiz kerak. Chunki Abu Bakr Siddiqning bir sufti mehmonni yaxshi kutib olishgan. Mehmonni cho yaxshi kutib olishgan. Musibatdan o'zimiz yaxshi foydalanish uchun jamiyatda hatto dindan yiroq odamlarmi, dindor odamlar degan hazab bo'ldi ekan deb yaxshi bir ta'sir elish uchun cho ashundaq uysiz qolgan, bechora bo'lib qolgan qarindoshlarimizni ancha-muncha mehmon qilishga, hech bo'lmadi deganda bir vaqtlik, ikki vaqtlik tamog'ini berishga imkoniyatimiz bo'lsa, uylarda cho ularni bir mezgil kutib olishga alohida tirishchanlik qilishimiz kerak. Mushunda tirishchanlik qilgan vaqtda biz haqiqiy muhojiratda yashab birsimizga ega bo'lganligimiz mushadin chiqdi. Voy, menda qiyilinib ketdi, menda qijilinib qolgan odam bor deb so'rin bo'lsa alohida deb qo'yib, yoki o'zaro iqtisodli kishilar bir yoqqa kelib obdan mehmon bo'lishib, lekin jamiyatda mushunda qiyinchilikda qolgan tul ayollarni, bolalarni yoki iqtisodidan har xil sababdan ayrilib, o'zining yeydigan narsasi yo'q,
Öyde oltiray dese berdiğanga, icariga berdiğanga pul yok. Qiyilinib qalgan kishilar bilan hammadan kari yo'q. Bunda tashivatsak, biz bu sahabening axloqidan yiroqlab ketgan, buningdan qat'iy hayotimizda foydalanmaganlar qatoridan bo'lamiz. Shuning uchun biz Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuninki bu go'zal axloqidan yaxshi foydalansak, o'zimizning hayotini o'zlashtirishga tirishchanlik qilsak, o'zaro birsimizga nasihat qilib, Abu Bakr Siddiqning mushuna go'zal axloqi bor ekan, mush axloqni o'zimizga o'zlashtirishga hammamiz kuchaylik deb, tapqinimizni qo'limizdan kelishicha, imkoniyatimizning yetishicha o'zaro birsimizga ega bo'lash, birsimizning holiga yetish, mana bu bizda sahabening axloqini yetildiradigan go'zal bir axloq. Shuning uchun mush go'zal axloq bo'lg'achqa Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu da mana bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning eng yaqini. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamningki eng yaqin, eng ishonchlik odami bo'lish sharafiga Abu Bakr Siddiqcho erishgan. Shuning uchun hayotimizda biz sahabalarningki hayotini, ularning turmushini o'zimizga ulgu qilishimiz, ularning go'zal axloqlaridan foydalanishimiz, go'zal axloqlari bilan axloqlanishga, o'zimizga tatbiqlashga tirishchanlik qilishimiz kerak. Allah subhanahu va taolo hammamizni sahabalarning hayotidan, xususan Abu Bakr Siddiqningki yuqorida bayon qilingan axloqlari bilan o'zimizni qurollantirishga nasib qilsin, o'zimizni shu go'zal axloqni tatbiqlashga nasib qilsin, o'zaro birsimizning dadiga yetirgan, birsimizning holiga yetirgan go'zal axloqni Allah subhanahu va taolo bizda yetishtirib bersin. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illalloh, nastag'firuka va natubu ilayk.